Ha, nima bo'ldi? Oyijon somsa qil degandilar pishirdi. Somsa pishdimi kelin? Ha, ona bo'lib qolib mana pishdi. Buni beketman ko'chada boshqa olib kelaman. Kelin, Labiyoyjon. bir ser sabzi qilib chuchvara pishiring. Xo'p bo'ladi, chuchvarani do'ndiraman o'zi oyijon. Chuchvaranmi? Ona to'xtang, mana chuchvarani menga bering. Och qoldingmi bolam? Ochman, bering ona. Men bolam, sen yesang men yeganday bo'laman. Ol. Ana endi birna bo'ldi. Nima bo'lib buncha ko'p so'gansan ovqatga? Mana achchiqni mastava qildim. Mastava. Hey. Ha o'g'lim, nimaga yig'layapsan? Farzand bo'lib sizni biror yoqqa etmanmi? Onam shunga yig'layapman. Endi ishlaring ko'pda bolam. Biron kun olib borarsan, yig'lama. Kelin shu ovqatdan qo'shniga ham berdingizmi? Ha, qo'shniga ham chiqarib berganman. Qo'shni? Qo'shnining ovqatni yemang yana. Dadangiz yoqmaydigan nimadir yeb qo'yganlar. Tezda klinikaga yetish kerak. Obbo, nima yeb qo'ygan bo'lsalar ya? Ha, kelin, bugun xolangizlar keladi mehmonga. Xamirlarni cho'zib, mayingina qilib, bir qozon kabob qiling. Xo'p bo'ladi oyijon. Nima qiling, ey? Kuydirib qo'ydim. Qozon kabob tayyor bo'lib qoldimi? Mehmonlar ham keladi dedi. Hozir ona tayyor bo'lib qoldi. Yo'q, qatmondan nimadir olib kelaman hozir, ey. Nima qilsam ekan? Lavash xamiri, tuxum, bolgarskiy, parvoz kolbasasi ham bor ekan. Kelin, men sizga kabob devdim-ku. Yuragan-ku. Onam unga parvoz kolbasasini qo'shganda mazali va hamyon bo'lib. Choy nima bo'ldi, kelin? Choy. Tushunmayman, qanday choynak qaynatib qo'yib qo'yadi bu ya? 2 soatdan beri taqalataman, nimaga ochmaysan eshigingni? Yebi, bizning uydagi qo'chqor. Sen Toshkentga o'qishga ketdim deb sasib yotishing qara kvartirangga. Bu kvartirangda meni quyxonam toza. Dadan qishloqqa maqtanib yuribdi Toshkentga meni o'g'lim namunali shaxs deb. Assalomu alaykum, mehmonmi? Ukajon yaxshimisan? Balama-ku, bugun shunaqa bardak bo'lib qoldi-da. Mana bu ham bugun bo'lganmi? Yo, bu kecha bugun. Naskingni qara qotib ketganni. Ay, Buncha po'choq bo'yiga shularni oq neksiyalik Sobir aka bilan qishloqqa berib yuborsang, men mazza qilib yeyman-ku. Buncha aqlli qiladi bu qo'chqoring yo'q buni. Nima? Ana shu aka aytganlarini qilib bilmasana, gapirmaylar bir narsani. Yo'qal. Sizlar kvartira pulini berasanmi, chiqarib beraman men. Bermaganmisan? Kvartira pulingga dadang akamni sotib berdik pulini. kursdoshlar bilan o'tirdik-da, o'sha ko'p ketib qoldi. Ukangni sotib beramiz, xavotir olma. Ukam sotasizlar? Nima qilasan? Yaqinda stipendiya tushadi, beraman. Ol, ye. Tushunmadim. Bu konfet bu. O'zing birinchi ye. Aniqmi? O'rta asalla konter sazdat quvurlari yeyman chut-chut apazdaldi, cho'nsam. The Bluetooth device. O'zingni sof ona tilingga gapir. Xotin boraman uyga, men nimadir kerak bo'lsa Telegramga yozib qo'y menga. Qaralaring, men ketdim. Beda bo'ldi aytaman. Sizlarni qo'chqorlar shuni tergisa dadang o'ldirsalar kerak, ha? Bolalar Sardor shu yerda turadimi? Bizning uydagi sigirchi. Sani qandrangi deb dadang bolamdi sotdi. Tog'larning darasi. Chavandoz yigit. O'ynashma Real Madrid bilan uddar komanda bu. Shu realist 2 yildan beri choynak qapog'ini ham yutib olayotgani yo'q. O'zlaring 2015-yildan beri Chempionlar Ligasi yutolmayapsanlar. Pitu. Endi shu kecha 2-0 ga yeb endi jirillashni boshladingmi? Ona kechani gapirmang, taoling Real Madrid boshqa urving-ku. Tanomaydi bu Barselona. Bizda Chempionlar Ligasini ketma-ket 3 marta yutgan biza. Messi 4 yil ketma-ket oltin to'pni oldimi? Biza komandamizga sodiqmiz. Figoni aytibsanmi? Zidane, Raul, Ronaldo eslaringizmi? Galaktikos. Shu galaktikangni Ronaldinoni bitta o'zi yorgan-ku. Ronaldo, Benzema, Bel davrichi. O'sha paytda Messini bitta o'zi reallarini sarishta qilib tashadi-ku. Taqa-taqib joyini tashadi-ku, aylanib ketdi. Asab qilma. 1950-yilda 7-2 ga yutganimiz eslangda yo'qmi? Onajon, 1943-yil 13-iyul 11-1 Bernabeu. Ona gapirma. Oyjon, meniki bo'lib keting. Xavotir olma qizim, seni o'zim himoya qilaman. Yur qani. Ko'pam qizlik tarafinomi?
Xudo! Barselona Ispaniyada Copa del Rey'ni 31 marta yutgan. Xudo, Real Madrid İspanya'da La Liga'ni 36 marta yutgan. Copa del Rey deysiz? Real Madrid 2017-yil bir mavsumda 5 ta sovrin yutgan. 2009-yil bir sezonda 6 ta sovrin yutganmiz. Bildingizmi? Ey, Pep Guardiola davrida 14 ta sovrin yutgan biza. Statistikalarni ko'tarmaylik. Carlo Ancelotti davriga biz 15 ta sovrin yutdik. Jim o'tiribmiz-ku. Barselona futbol akademiyasidan dunyoga mashhur futbolchilar chiqqan. Messi, Xavi, Iniesta. Biz ham G'o'zapoy yetishtirib yurganimiz yo'q. Igor Casillas, Carvajal, Raul Gonzalez. Yazar bar. Chempion bo'lsin.